Assalomu alaykum obunachilar va Nexia 2 topib qo'ydik. 2001-yil 1-2 qilingan tayyor holatda motorlarda, hadovoyda kuzovida ishi yo'q, tayyor minaslar, olaslar, minaslar deganidan. Temir metani bor, 90 tali tayyor mashinamiz, 4 ta balon yaxshi holatda, olaslar, minaslar deganidan. Dehqonchilik akalar, mashinamiz hozirgi momentda Marg'ilon shahar Tashlaq tumanida turibdi akalar. Mana holatlar yaxshi holatda, kuzovida ishi yo'q, turishlari yaxshi. Jicha-picha chaqa-chuqalari bor. Ashlarni endi sekin to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Mashina motorida ishi yo'q, hadovoylarda ishi yo'q. Tayyor holatda mashinamiz. Tak. Ichini ko'radigan bo'lsak, Nexia 1 ошибkalarda qolib ketgan. 4 ta steklopodъемный bor. Rollari Cobaltmi nima? Gentrama shunaqa ekan. Maytfonlarini olib qo'yishdi. Bitta maytfon qo'shib berishadi. Tak. Sidinalar, chexollari yaxshi holatda ekan. Olasizlar, minasizlar deganidan. Kalonka ham qo'shib beramiz, xudo xolasa bonusiga. Xo'p, orqalariga keladigan bo'lsak, Nexia 1 ошибка orqalari ham chexollari yaxshi holatda. Jicha-picha mehr talab mashinamiz, bunaqa katta summa bas. Xo'p. Mana shu eshigimizda jicha kraskali joyimiz bor. Mana shu eshigimizni chiroyli qilib olamiz. Mana shu ekan xolos aybi. Mashinani aybi hozir mana shu bo'lib turibdi. Atak mashinamiz yaxshi holatda. Balonlari ham yaxshi, mana yaxshi holatda ekan. Balonlar yana doholasa 1 yil sezonda uradi. Faralari yonadi, hamma yo'q tayyor. Motorimizda ishi yo'q. Brubex fon stramblor. Tak. Yana nima? 8 diskada 15 diska turibdi. Yumshoq balonlar qo'yilgan, Cobalt balonlar. Akalar, narxini hozir gaplashdim. Akamiz aytayaptilar, $2,500. Yo'q, aka, tushib berasizmi? Oxirgi narxi 1800 ga berishadigan bo'ldi. Oxirgi narxi $1800, 2001-yil Nexia 1-2 qilingan tayyor holatda mashinamiz. LED diodlardan qilib qo'yishibdi, chiroyli qilib qo'yishibdi mashinamizni. Xo'p. Nomerlariga keladigan bo'lsak, aka nomeringiz nechi edi? 33lik 662 4 Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa u nomer o'chiq tushsa 99lik 657 80 31. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Marg'ilon shahar Tashlaq tumanida turibdi mashinamiz.